Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan qism oddiy dramatik epizod emas. Bu ich-ichidan yorilayotgan haqiqatlarning, jimlik ortiga yashiringan faryodlarning va eng muhimi, odamlarning asl yuzlari ochila boshlagan bir burilish nuqtasidir. Bu safar og'riq faqat ko'z yosh bilan kelmadi. Bu safar u bilan birga haqiqat ham keldi va bu haqiqat har bir niqobni birma-bir yirtib tashladi. Eng qo'rqinchlisi esa shundaki, bu qismda baland ovozda aytilgan gaplardan ko'ra, aytilmay qolgan sukutlar ko'proq narsani ochib berdi. Kimdir o'zini mehribon qilib ko'rsatdi, kimdir sabrli rolini o'ynadi, yana kimdir bechoralik ortiga yashirindi. Lekin har bir nigoh ortida alohida hisob, alohida alam va alohida qo'rquv yashirin edi. Endi birinchi sahnadan boshlaylik. Motam ichiga cho'kkan uy, bu shunchaki bir insonning yo'qligi emas, bu butun bir muvozanatning buzilishi edi. Bu uyda endi faqat sukunat emas, balki og'ir bosim seziladi. Zulfiyaning dardi aynan shu yerda chuqurlashadi. U bu hovlida o'zini begonadek his qiladi, go'yoki u bu yerga tegishli emasdek. Eng achinarlisi, u bu uyda mehmon ham emas, lekin bekasi ham emas. Bu ikki o'rtadagi mavqe insonni ichidan yemiradi. Uning ichida yillar davomida yigilib kelgan iztirob, tan olinmaslik hissi va e'tiborsizlik shu qismda yuzaga chiqdi. Uning chiqib ketish istagi oddiy xafa bo'lish emas, bu allaqachon uzilib bo'lgan rishtalarning tan olinishi edi. Shu o'rinda Rustamning sukuti alohida e'tiborga loyiq. U tashqaridan qaraganda muvozanatni saqlamoqchi bo'layotgandek tuyuladi. U hech kimni xafa qilmaslik uchun jim turgandek ko'rinadi. Lekin aslida aynan shu jimligi bilan u eng katta xatoni qilyapti. Chunki ba'zan sukut ham xiyonatga teng bo'ladi. U bir tomondan qizini yo'qotishdan qo'rqadi. Ikkinchi tomondan esa homilador ayolni yolg'iz tashlab qo'yishning og'irligini his qiladi. Lekin u qaror qabul qilish o'rniga vaqtni cho'zmoqda. Va biz bilamizki, vaqtni cho'zgan odam oxir-oqibat hammani yo'qotadi. Motam ichida yana bir nozik, lekin juda muhim voqea yuz berdi. Nazokatning uy va mashinani sobiq xotinga rasmiylashtirib berishi tashqaridan qaraganda adolatdek ko'rinadi. Ammo bu yerda faqat yaxshilikni ko'rish juda sodda bo'ladi. Nazokat bu ishni his bilan emas, aniq hisob bilan qildi. Hujjatlarning puxta tayyorlangani, har bir detalning o'ylab chiqilgani shuni ko'rsatadiki, bu oddiy hadya emas. Bu kelajakdagi o'yin uchun tayyorlangan yurish. U qarzini uzgandek ko'rindi, lekin aslida yangi bog'liqlik yaratdi. Endi uyga ega bo'lgan ayol o'zini erkin his qiladi, ammo bu erkinlik ortida yangi xavf yashirin. Manzuraning quvonchi ham juda murakkab edi. U nihoyat o'ziga tegishli narsaga ega bo'ldi. Lekin bu halol yo'l bilan kelmadi. Bu galaba ichida biroz ayyorlik, biroz hisob va biroz boshqalardan foydalanish bor edi. Onasining birdan o'zgarib qolishi esa juda realistik detal bo'ldi. Kecha ishonmagan odam bugun boylikni ko'rib fikrini o'zgartiryapti. Bu esa shuni ko'rsatadi, bu oilada haqiqatdan ko'ra manfaat ustun turadi. Va manfaat bor joyda sadoqat har doim zaif bo'ladi. Bu qismning eng og'ir nuqtalaridan biri homila ustidan ketayotgan ichki kurashdir. Zulfiyaning qarori juda aniq, u bu boladan voz kechmaydi. Hammasi qulab turgan paytda ham u bu bolani muammo emas, hayot deb qabul qiladi. Bu uning eng katta kuchi. Bu yerda u boshqalardan ustun turadi. Chunki atrofidagi odamlar mol-mulk, obro' va manfaat haqida o'ylayotgan paytda, u hali tugilmagan farzandi uchun kurashyapti. Endi bu homila oddiy bola emas, bu adolat va zulm o'rtasidagi sinovga aylanadi. Moliyaviy inqiroz esa bu qismning yashirin kuchi bo'ldi. Uy sotish haqidagi gaplar, ishlarning orqaga ketayotgani, bular oddiy muammo emas. Bu oiladagi munosabatlar pul orqali qayta shakllanayotganini ko'rsatadi. Kecha boylik bilan yashagan odamlar bugun qo'rquv bilan yashayapti. Hurmat ham asta-sekin kamayib boryapti. Bugun uy sotish haqida gap ketdi, ertaga esa kim qancha hissa qo'shgan degan eski hisoblar ochiladi. Nozima bilan qaynonasi o'rtasidagi ziddiyat esa boshqa darajadagi kurashni ko'rsatdi. Bu oddiy kelin-qaynota muammosi emas, bu uy ichidagi hukmronlik uchun kurash. Nozima homiladorlik orqali o'z mavqeini mustahkamlamoqda. U asta-sekin nazoratni qo'lga olyapti. Qaynonasi esa bu o'zgarishni sezmoqda, lekin ochiq qarshi chiqolmayapti. Bu esa ichki ziddiyatni yanada kuchaytiradi. Kichik detallar, masalan oddiy istaklar ham bu yerda katta ma'noga ega bo'lib qoldi. Shu qorong'u voqealar orasida Zarina chizigi mutlaqo boshqacha nur olib keldi. Uning muvaffaqiyati bu qismdagi eng toza va halol voqea bo'ldi. U boshqalardan farqli ravishda bilim bilan yo'l ochdi. Bu juda muhim signal. Chunki bu hikoyada hamma narsa ayyorlik va hisob ustiga qurilgan paytda,
U halollikni tanladi. Lekin bunday toza yo'l har doim sinovsiz bo'lmaydi. Endi Zarina ham boshqalar uchun vositaga aylanishi mumkin. Siz hozir ushbu videoni ko'rayotgan ekansiz. Demak, bu serial sizni ham tark eta olmaydigan qilib qo'ygan. Va men bugun siz bilan shunchalik chuqur gaplashmoqchiman, shunchalik ichki qatlamlarga kirib borishni istamayman. Shundayki bu videodan keyin siz bu serialni avvalgidek ko'ra olmaysiz. Chunki bu qismda ko'zga ko'ringan voqealar bilan birga, ko'zga ko'rinmagan, ammo hammadan ogirroq bo'lgan narsa ham sodir bo'ldi. Va aynan shu ko'rinmas narsani sizga ko'rsatish uchun men bu yerda turibman. Xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun biz birga shu dahshatli, go'zal va og'ziga tortuvchi qismning eng chuqur sirlarini ochib tashlaymiz. Endi aytingchi, siz bu qismni ko'rayotganingizda qaysi lahzada yuragingiz bir oz siqilib ketdi? Qaysi gapda ko'zingizdan yosh chiqay dedi? Qaysi sahna ko'z oldingizda hali ham aylanib yuribdi? Men bilaman, chunki men ham xuddi shunday his qildim. Va bu shunchaki yaxshi aktyor ijrosi emas, bu ssenariyning, bu qismni yozgan odamning dahosidan kelayotgan his. Chunki bu qismda har bir so'z, har bir sukunat, har bir nigoh, barchasi hisoblangan, barchasi bitta katta portlashga olib borayotgan pogonalardan biri. Keling, eng boshidan boshlaylik. Motam ichi, bir odamni yo'qotgan uy. Ammo bu qismda biz faqat bir insonning ketganini ko'rmadik. Biz butun bir muvozanatning qulashini ko'rdik. Va bu ikki narsa orasidagi farqni tushunish uchun bir lahza to'xtab o'ylash kerak. Har bir oilada shunday bir odam bo'ladi, kimki ketganda hamma narsa o'zgarib ketadi. U orada turgan nafaqat bir shaxs, balki u ko'rinmas iplar bilan hammani bir joyda ushlab turgan markaz. Va u markaz yo'qolgan zahoti iplar bir-biridan uzilib, hamma o'z tomoni bilan qolib ketadi. Aynan shu bo'ldi bu qismda. Aynan shu. Zulfiyaning dardi esa bu yerda boshqacha edi. Boshqacha bo'lganligi uchun ham hammadan og'ir edi. U yiglagani uchun azob chekmadi. U uy ichida o'zini yolg'iz his qilgani uchun azob chekdi. Yillar davomida to'plangan bir og'riq bor. U og'riqni so'z bilan aytib bo'lmaydi, lekin tana his qiladi. Hovlida o'tirganingda hamma atrofingda, lekin sen begonasan. Dasturxon yonida o'tirgansang, lekin seni ko'radigan ko'z yo'q. Bu holat qanday nomlanadi? Bu holat tilimizda yolg'iz odamning olqishi deb ataladi. Bor bo'lib yo'q, tirik bo'lib olik. Zulfiya aynan shu holda yashab keldi va bu qismda nihoyat ichidagi o'sha ovoz aytdi. Bas, endi yetadi. Uning chiqib ketishni xohlashi shunchaki xafa bo'lib aytilgan gap emas edi. Bu yillar davomida yutinib kelgan odamning ichidagi rishtalarining uzilishi edi. Va biz buni ko'z yoshi bilan emas, uning ovozidagi og'irlik bilan his qildik. Rustam. Bu ism bu qismda ko'p aytilmadi, lekin uning mavjudligi, aslida mavjud emasligi har kadrda sezildi. U jimgina o'tirdi, jimgina kuzatdi, jimgina eshitdi. Va bu jimlik ko'pchilikka sabr yoki donolik kabi ko'rindi. Ammo men sizga aytaman, bu serializatorlar bizni bir necha qismdan beri bitta savolga tayyorlab kelmoqda. Rustam qachon gapiradi? Va endi men bu savolni boshqacha qo'ya. Rustam nega gapirmayapti? Chunki u bir tomonga gapirsa, ikkinchi tomoni yo'qoladi. Qizini yo'qotishdan qo'rqadi. Homilador ayolni yolg'iz qoldirishdan qo'rqadi. Onasining gazabidan qo'rqadi. Xotinining ko'z yoshlaridan qo'rqadi. Bu odam ko'p narsadan qo'rqyapti. Va qo'rquvdan chiqarilgan qarorlar har doim kechikadi. Har doim. Va bu kechikish oxir-oqibat uning o'ziga eng og'ir zarba bo'lib qaytadi. Chunki vaqtni cho'zgan erkak ikkala tomonning ham nafratini oladi. Bu serial bizga buni bir necha marta ko'rsatgan. Va Rustam ham bundan mustasno bo'lmaydi. Endi nazokatga kelamiz. Va bu yerda men sizdan bir narsa so'rayman. Siz nazokatni yaxshi ko'rasizmi? Ko'pchilik ha deydi. Chunki u doim oqilona, doim o'lchovli, doim adolatli ko'rinadi. Lekin aynan shu qismda men unda birinchi marta bir narsa ko'rdim. Ko'rganim meni o'ylantirib qo'ydi. Uy va mashinani sobiq xotinga rasmiylashtirib berishi. Tashqaridan qaraganda bu ulug'vor harakat. Adolat, kattachilik. Ammo bu ishni u hissiyot bilan emas, aql bilan qildi. Buni men qanday bildim? Hujjatlarning puxtaligi, hamma narsaning qonuniy yo'l bilan bajarilgani va ustiga ustak aytilgan o'sha bir jumla, o'sha hali yana bir muammo bor degan mazmundagi ishora. Bu bir hadya emas edi. Bu kelajak uchun tayyorlangan zamin edi. U qarzini uzgandek ko'rindi, ammo aslida yangi bir bog'liqlik, yangi bir majburiyat tugdirdi. Endi uy olgan ayol o'zini erkin sezadi, lekin bu erkinlikning ortida yana bir rishta, yana bir xavf yashirin. Va bu xavfni hali hech kim ko'rmayapti. Lekin biz ko'rdik.
Chunki biz bu serialni yurakdan kuzatamiz, faqat ko'z bilan emas. Manzura. Manzura. Bu qismda uning quvonchi ekranda porlab turdi. Nihoyat o'zimniki degan narsa qo'lga kirgandek bo'ldi. Lekin shu quvonchni ko'rib men ichimda bir achchiqlik his qildim. Chunki bu g'alaba halol mehnat bilan emas, ayyorlik bilan, kimnidir kuzatib, ma'lumot berib foyda ko'rib kelindi. Va bunday g'alaba ichishdan yuvinmaydi. Uning onasining birdan yumshoqlashib qolishi esa bu hikoyaning eng xarakterli detali bo'ldi. Kecha ishonmagan, kecha bo'lmaydi degan odam bugun uyning kengligini ko'rib, boylikning hidini his qilib, naznini o'zgartira boshladi. Demak, bu oilada haqiqat qadrlanmaydi, manfaat qadrlanadi. Va manfaat kirgan joyda sadoqat arzonlashadi. Bugun yana bir tomonning gapiga kirib ketishi uchun biror katta vaziyat kelishi kifoya. Va bu xavf hali o'z so'zini aytmagan, lekin vaqti kelar, albatta aytadi. Bu qismning eng og'ir, eng qutlugi bo'lgan chizigiga esa endi kelamiz. Homila. Zulfiyaning ichishdan aytgan o'sha gapi, qanday bo'lmasin, bu boladan voz kechmayman. Bu gap bu qismning yuragi edi. Hammasi qulab turgan paytda, uy masalasi hal bo'lmagan paytda, kelajak noaniq paytda, u bolani muammo deb emas, jon deb qabul qildi. Bu juda katta narsa. Juda katta. Chunki atrofdagi odamlarning hammasi o'shanda uy haqida, pul haqida, meros haqida o'ylayotgan edi. U esa hali dunyoga kelmagan farzandining hayoti uchun kurashayotgan edi. Shu nuqtada Zulfiya boshqa hamma kishidan yuqoriga ko'tarildi. Va bu homila endi oddiy hikoya elementi emas. U adolat bilan zulm orasidagi eng muhim sinf bo'lib qoldi. Kim bu bolani qabul qiladi, kim undan qochadi, kim uni sabab sifatida ishlatib kimnidir ezishga urinadi. Kelajak aynan shu yerda hal bo'ladi. Kuzatib boring. Moliyaviy inqiroz haqida gapiradigan bo'lsak, bu qismning yashirin harakatlagichi aynan shu edi. Uy sotilishi haqidagi gaplar, ishlarning orqaga ketishi, maosh berish ham qiyinlashayotgani. Bularni eshitib odamlar biznes muammosi deydi. Lekin bu shunchaki biznes muammosi emas. Bu oiladagi barcha munosabatlarni pul qayta taqsimlayotganining belgisi. Kecha boylik bilan tik turganlar bugun qo'rquv bilan gapiryapti. Va pul kamaygan sayin hurmat ham kamayadi. Er-xotin suhbatida buni ko'rdik. Ayol o'zini ish bilan tiklamoqchi, erkak avval mashvara qiladi, keyin esa uyning o'zini qurbon qilishga majbur bo'ladi. Demak, bu oilada moddiy ahvol o'zgarganda munosabatlar ham o'zgaradi. Va bu o'zgarish doim faqat yaxshi tomonga emas, ko'pincha eski yaralarni qayta ochish bilan keladi. Bugun uy sotilsa, ertaga nega sotdik, bu kim qildi, kim kamroq hissa qo'shdi degan eski, azaliy janjallari yana boshlanadi. Nozima va qaynonasi. Bu munosabat bu qismda yangi bir bosqichga o'tdi. Va bu bosqich ko'pchilik e'tibor bermagan, ammo men ko'rdim. Nozima homiladorlikni tayanchga aylantirib, sekinasta uy ichidagi qulaylikni o'z tomoniga tortmoqda. Kichik narsalar, qulupnay, ehtiyojlar, e'tiborlar. Bu mayda ko'rinadi. Lekin aynan mayda narsalar orqali uy ichidagi kuch markazi qayta joylashadi. Kelin, endi hamma mening ko'nglimga qarab yashaydi, degan kayfiyatga kirib oldi. Va qaynonaning ichi kuymoqda. Nafaqat qulupnay uchun. Oglining e'tibori qay tomonga burilyaptiganini ko'rib turibdi. Va bu ko'rishdan keladigan og'riq chuqur. Bu ziddiyat hozircha kichik gashliklar, kichik gaplashuv ko'rinishida. Lekin ichi kuyayotgan odam bir kun chidamaydi. Va o'sha lahza kelganda hatto homiladorlik ham to'siq bo'la olmaydi. Zarina. Bu qismda meni eng ko'p quvontirgan, ammo eng ko'p o'ylatgan chiziq ham shu bo'ldi. Uning yuqori natija olishi. Hamma bir-birini mulk orqali, qarindoshlik orqali, hiyla orqali yutmoqchi bo'layotgan dunyoda Zarina bilim bilan yo'l ochdi. Onasining ko'zidagi o'sha otish, ishonchsizlikdan sevinchga aylangan o'sha nigoh va qizning endi siz qiynalmaysiz degan ichki va'dasi. Bu qorong'u voqealar orasida porlagan bitta toza nur bo'ldi. Ammo seriallar bizga o'rgatib kelgan eng yorug' nurlar ham sinopsiz qolmaydi. Zarina endi faqat o'z qizi emas, u ko'pchilikning umidi va ayni vaqtda ba'zilarning qulay imkoniyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Kimdir uning orzusini to'xtatib, uni oilaviy muammolarga bog'lab qo'ymoqchi bo'ladi. Chunki ba'zan eng begubor orzularni ham oila degan tushunchaning o'zi bo'g'ib qo'yadi. Zarina uchun men ichimda duo qildim. Siz ham qildingizmi? Loyiha masalasi esa hamma narsani yangi xavfli bosqichga olib chiqdi. Kimdir kimningdir goyasini o'girlagandek. Bu oddiy biznes nizosi emas, bu yerda obro', pul va hokimiyat bir tuguncha bo'lyapti. Qurilish boshlangan, reklama ketgan, endi orqaga qaytish qiyin.
Va eng dahshatlisi shundaki, kimdir raqibning yo'qligidan foydalanib, uning mehnatini o'ziniki qilib ko'rsatayotganga o'xshaydi. Bu insoniy hislatlarning eng past, eng chirkin ko'rinishi. Bir odamning mehnatini, uning kechalari uxlamay ishlaganini, qalbini qoyib yaratganini o'ziniki qilib olish. Va kelajakda bu faqat yuzma-yuz janjal bilan tugamaydi. Bu katta foshlanishlarga, hamkorlik niqobi ostidagi xiyonatlarning ochilishiga olib boradi. Agar bu moliyaviy inqiroz bilan tutashsa, oilaviy mojarolar birdan biznes jangiga aylanishi bir lahzalik ish. Va endi siz bilan ochiq gapirmoqchiman, kanalimning eng sodiq tomoshabinlari bilan. Oldinda nima bo'ladi? Mening eng kuchli taxminim shuki, nazokatning bergan uyi xotirjamlik olib kelmaydi. U yangi urushning boshlanishiga sabab bo'ladi. Hujjatlar qonuniy bo'lsa ham, qalblar bu adolatni qabul qilmaydi. Sobir bu voqeani bilib olganda o'zini aldangandek his qiladi. Va uning g'azabi faqat sobiq xotiniga qaratilmaydi, nazokatga ham qaratiladi. U ochiq hujum qiladimi yoki yashirin zarba beradimi? Bu hali noma'lum, lekin u buni yutib ketadigan odamga o'xshamaydi. Va o'sha hali yana bir muammo bor degan ishora bekorga aytilmagan. Bu muammo yoki hujjatdagi yashirin shart bilan, yoki hali ko'rinmagan uchinchi bir tomon bilan bog'liq. Rustam masalasida keskin burilish yaqin. Uzoq vaqt ikki tomonga birday yoqishga urinib yurgan odam oxir-oqibat ikki tomonni ham yo'qotadi. Homila kattalashyapti. Ayollar sabri tugayapti. Undan aniq pozitsiya, aniq so'z, aniq harakat talab qilinayapti. Agar u yana jim qolsa, Zulfiyani butunlay yo'qotadi. Agar Zulfiya tomonini olsa, qizining g'azabini uyg'otadi. Bu erkak sindiradigan tanlov oldida turibdi. Va bu tanlov qanchalik kechiksa, oqibati shunchalik og'ir va shunchalik qaytmas bo'ladi. Nozima va qaynonasi munosabati tez orada portlaydi. Men agar demayapman, tez orada deyapman. Chunki hozir ko'rinadigan shu shirin muvozanat, bu haddan oshgan erkalik, bu endi hammasini men hal qilaman, kayfiyati qaynonaning ichidagi zaharni kuchaytiradi. Va zahar tolaversa, bir kun tokilib tashlanadi. Homiladorlik bilan bog'liq kutilmagan sog'liq muammosi ham shu taranglikni yanada kuchaytirishi mumkin. Va o'sha lahzada kim haqiqiy mehribonligi bilan yonida turadi, kim faqat vaziyat taqozosida yaqin ko'rinadi, buni barchamiz ko'ramiz. Men shu qismni ko'rib o'yladim, bu serial nima haqida? Ko'pchilik oilaviy muammolar haqida deydi. Ba'zilar sevgi va xiyonat haqida deydi. Ammo men boshqacha o'ylayapman. Bu serial inson tabiatidagi eng murakkab, eng nozik narsalar haqida. U qo'rquv haqida. U men yo'q qilib qo'yilmasam degan qo'rquv. U meni hech kim ko'rmasa degan qo'rquv. U mehnat qilsam ham tan olinmasam degan qo'rquv. Va aynan shu qo'rquvlar odamlarni eng ko'p xato qildiradigan, eng ko'p aldaydigan, eng ko'p sukut saqlaydigan va eng ko'p vaqt yo'qotadigan narsalarga aylanadi. Va biz ekran oldida o'tirib bu odamlarni ko'rib, go'yo o'zimizni ko'rib qo'ygandek his qilamiz. Bu serialning eng katta kuchi ham aynan shu. Bu qismda hech kim to'liq yutgani yo'q. Uy olgan ayol xotirjam emas. Uydan ketgan ham butunlay yutqazmagan. Jim turgan ham xavfsiz emas. Mehr ko'rsatgan ham begunoh emas. Hamma o'zicha bir qadam tashladi, lekin har bir qadam ostida yangi jar bor. Yangi xavf bor. Yangi sir bor. Va endi faqat bitta savol qoldi. Birinchi bo'lib kimning siri ochiladi? Va o'sha sir ochilganda kimning hayoti qaytmas darajada o'zgaradi? Chunki bu hikoyada kechirim so'rash har doim kech keladi, haqiqat esa har doim eng noqulay paytda, hech kim kutmagan paytda eshikni buzib kiradi. Men esa siz bilan bu safar ham shu qismni yurakdan his qildim. Siz qaysi personaj sizga eng yaqin ko'rindi? Zulfiyami? Nazokatmi? Yoki Zarinadek toza orzular bilan oldinga intilayotgan birovmi? Quyidagi izohda menga yozing. Chunki siz aytgan gaplar men uchun juda qimmatli, ular keyingi tahlillarimga ilhom beradi. Va agar bu video sizga nimadir bergan bo'lsa, bir daqiqa vaqtingizni ajratib kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Har bir yangi qism chiqqanida birinchilar qatorida bu chuqur tahlillarni ko'rish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Siz bu kanalga kelgan har safar men sizga shunchaki voqealarni aytib bermayman. Men sizga ko'rinmagan narsalarni ko'rsataman. Keyingi qismda yana shu joyda, shu chuqurlikda, shu samimiyat bilan ko'rishguncha o'zingizni asrang. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan qism oddiy dramatik epizod emas. Bu ich-ichidan yorilayotgan haqiqatlarning, jimlik ortiga yashiringan faryodlarning va eng muhimi, odamlarning asl yuzlari ochila boshlagan bir burilish nuqtasidir. Bu safar og'riq faqat ko'z yosh bilan kelmadi.
Bu safar u bilan birga haqiqat ham keldi va bu haqiqat har bir niqobni birma-bir yirtib tashladi. Eng qo'rqinchlisi esa shundaki, bu qismda baland ovozda aytilgan gaplardan ko'ra, aytilmay qolgan sukutlar ko'proq narsani ochib berdi. Kimdir o'zini mehribon qilib ko'rsatdi, kimdir sabrli rolini o'ynadi, yana kimdir bechoralik ortiga yashirindi. Lekin har bir nigoh ortida alohida hisob, alohida alam va alohida qo'rquv yashirin edi. Endi birinchi sahnadan boshlaylik. Motam ichiga cho'kkan uy bu shunchaki bir insonning yo'qligi emas, bu butun bir muvozanatning buzilishi edi. Bu uyda endi faqat sukunat emas, balki og'ir bosim seziladi. Zulfiyaning dardi aynan shu yerda chuqurlashadi. U bu hovlida o'zini begonadek his qiladi, go'yoki u bu yerga tegishli emasdek. Eng achinarlisi, u bu uyda mehmon ham emas, lekin bekasi ham emas. Bu ikki o'rtadagi mavqe insonni ichidan yemiradi. Uning ichida yillar davomida yigilib kelgan iztirob, tan olinmaslik hissi va e'tiborsizlik shu qismda yuzaga chiqdi. Uning chiqib ketish istagi oddiy xafa bo'lish emas, bu allaqachon uzilib bo'lgan rishtalarning tan olinishi edi. Shu o'rinda Rustamning sukuti alohida e'tiborga loyiq. U tashqaridan qaraganda muvozanatni saqlamoqchi bo'layotgandek tuyuladi. U hech kimni xafa qilmaslik uchun jim turgandek ko'rinadi, lekin aslida aynan shu jimligi bilan u eng katta xatoni qilyapti. Chunki ba'zan sukut ham xiyonatga teng bo'ladi. U bir tomondan qizini yo'qotishdan qo'rqadi, ikkinchi tomondan esa homilador ayolni yolg'iz tashlab qo'yishning og'irligini his qiladi. Lekin u qaror qabul qilish o'rniga vaqtni cho'zmoqda. Va biz bilamizki, vaqtni cho'zgan odam oxir-oqibat hammani yo'qotadi. Motam ichida yana bir nozik, lekin juda muhim voqea yuz berdi. Nazokatning uy va mashinani sobiq xotinga rasmiylashtirib berishi tashqaridan qaraganda adolatdek ko'rinadi. Ammo bu yerda faqat yaxshilikni ko'rish juda sodda bo'ladi. Nazokat bu ishni his bilan emas, aniq hisob bilan qildi. Hujjatlarning puxta tayyorlangani, har bir detalning o'ylab chiqilgani shuni ko'rsatadiki, bu oddiy hadya emas. Bu kelajakdagi o'yin uchun tayyorlangan yurish. U qarzini uzgandek ko'rindi, lekin aslida yangi bog'liqlik yaratdi. Endi uyga ega bo'lgan ayol o'zini erkin his qiladi, ammo bu erkinlik ortida yangi xavf yashirin. Manzuraning quvonchi ham juda murakkab edi. U nihoyat o'ziga tegishli narsaga ega bo'ldi, lekin bu halol yo'l bilan kelmadi. Bu galaba ichida biroz ayyorlik, biroz hisob va biroz boshqalardan foydalanish bor edi. Onasining birdan o'zgarib qolishi esa juda realistik detal bo'ldi. Kecha ishonmagan odam bugun boylikni ko'rib fikrini o'zgartiryapti. Bu esa shuni ko'rsatadi, bu oilada haqiqatdan ko'ra manfaat ustun turadi. Va manfaat bor joyda sadoqat har doim zaif bo'ladi. Bu qismning eng og'ir nuqtalaridan biri homila ustidan ketayotgan ichki kurashdir. Zulfiyaning qarori juda aniq, u bu boladan voz kechmaydi. Hammasi qulab turgan paytda ham u bu bolani muammo emas, hayot deb qabul qiladi. Bu uning eng katta kuchi. Bu yerda u boshqalardan ustun turadi. Chunki atrofidagi odamlar mol-mulk, obro' va manfaat haqida o'ylayotgan paytda, u hali tugilmagan farzandi uchun kurashyapti. Endi bu homila oddiy bola emas, bu adolat va zulm o'rtasidagi sinovga aylanadi. Moliyaviy inqiroz esa bu qismning yashirin kuchi bo'ldi. Uy sotish haqidagi gaplar, ishlarning orqaga ketayotgani, bular oddiy muammo emas. Bu oiladagi munosabatlar pul orqali qayta shakllanayotganini ko'rsatadi. Kecha boylik bilan yashagan odamlar bugun qo'rquv bilan yashayapti. Hurmat ham asta-sekin kamayib boryapti. Bugun uy sotish haqida gap ketdi, ertaga esa kim qancha hissa qo'shgan degan eski hisoblar ochiladi. Nozima bilan qaynonasi o'rtasidagi ziddiyat esa boshqa darajadagi kurashni ko'rsatdi. Bu oddiy kelin-qaynota muammosi emas, bu uy ichidagi hukmronlik uchun kurash. Nozima homiladorlik orqali o'z mavqeini mustahkamlamoqda. U asta-sekin nazoratni qo'lga olyapti. Qaynonasi esa bu o'zgarishni sezmoqda, lekin ochiq qarshi chiqolmayapti. Bu esa ichki ziddiyatni yanada kuchaytiradi. Kichik detallar, masalan oddiy istaklar ham bu yerda katta ma'noga ega bo'lib qoldi. Shu qorong'u voqealar orasida Zarina chizigi mutlaqo boshqacha nur olib keldi. Uning muvaffaqiyati bu qismdagi eng toza va halol voqea bo'ldi. U boshqalardan farqli ravishda bilim bilan yo'l ochdi. Bu juda muhim signal. Chunki bu hikoyada hamma narsa ayyorlik va hisob ustiga qurilgan paytda, u halollikni tanladi. Lekin bunday toza yo'l har doim sinovsiz bo'lmaydi. Endi Zarina ham boshqalar uchun vositaga aylanishi mumkin. Siz hozir ushbu videoni ko'rayotgan ekansiz, demak bu serial sizni ham tark eta olmadigan qilib qo'ygan.
Va men bugun siz bilan shunchalik chuqur gaplashmoqchiman, shunchalik ichki qatlamlarga kirib borishni istamayman. Shundayki bu videodan keyin siz bu serialni avvalgidek ko'ra olmaysiz. Chunki bu qismda ko'zga ko'ringan voqealar bilan birga, ko'zga ko'rinmagan, ammo hammadan ogirroq bo'lgan narsa ham sodir bo'ldi. Va aynan shu ko'rinmas narsani sizga ko'rsatish uchun men bu yerda turibman. Xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun biz birga shu dahshatli, go'zal va og'ziga tortuvchi qismning eng chuqur sirlarini ochib tashlaymiz. Endi aytingchi, siz bu qismni ko'rayotganingizda qaysi lahzada yuragingiz bir oz siqilib ketdi? Qaysi gapda ko'zingizdan yosh chiqay dedi? Qaysi sahna ko'z oldingizda hali ham aylanib yuribdi? Men bilaman, chunki men ham xuddi shunday his qildim. Va bu shunchaki yaxshi aktyor ijrosi emas, bu ssenariyning, bu qismni yozgan odamning dahosidan kelayotgan his. Chunki bu qismda har bir so'z, har bir sukunat, har bir nigoh, barchasi hisoblangan, barchasi bitta katta portlashga olib borayotgan pogonalardan biri. Keling, eng boshidan boshlaylik. Motam ichi, bir odamni yo'qotgan uy. Ammo bu qismda biz faqat bir insonning ketganini ko'rmadik. Biz butun bir muvozanatning qulashini ko'rdik. Va bu ikki narsa orasidagi farqni tushunish uchun bir lahza to'xtab o'ylash kerak. Har bir oilada shunday bir odam bo'ladi, kimki ketganda hamma narsa o'zgarib ketadi. U orada turgan nafaqat bir shaxs, balki u ko'rinmas iplar bilan hammani bir joyda ushlab turgan markaz. Va u markaz yo'qolgan zahoti iplar bir-biridan uzilib, hamma o'z tomoni bilan qolib ketadi. Aynan shu bo'ldi bu qismda. Aynan shu. Zulfiyaning dardi esa bu yerda boshqacha edi. Boshqacha bo'lganligi uchun ham hammadan og'ir edi. U yiglagani uchun azob chekmadi. U uy ichida o'zini yolg'iz his qilgani uchun azob chekdi. Yillar davomida to'plangan bir og'riq bor. U og'riqni so'z bilan aytib bo'lmaydi, lekin tana his qiladi. Hovlida o'tirganingda hamma atrofingda, lekin sen begonasan. Dasturxon yonida o'tirgansang, lekin seni ko'radigan ko'z yo'q. Bu holat qanday nomlanadi? Bu holat tilimizda yolg'iz odamning olqishi deb ataladi. Bor bo'lib yo'q, tirik bo'lib olik. Zulfiya aynan shu holda yashab keldi va bu qismda nihoyat ichidagi o'sha ovoz aytdi: "Bas, endi yetadi." Uning chiqib ketishni xohlashi shunchaki xafa bo'lib aytilgan gap emas edi. Bu yillar davomida yutinib kelgan odamning ichidagi rishtalarining uzilishi edi. Va biz buni ko'z yoshi bilan emas, uning ovozidagi og'irlik bilan his qildik. Rustam. Bu ism bu qismda ko'p aytilmadi, lekin uning mavjudligi, aslida mavjud emasligi har kadrda sezildi. U jimgina o'tirdi, jimgina kuzatdi, jimgina eshitdi. Va bu jimlik ko'pchilikka sabr yoki donolik kabi ko'rindi. Ammo men sizga aytaman, bu serializatorlar bizni bir necha qismdan beri bitta savolga tayyorlab kelmoqda. Rustam qachon gapiradi? Va endi men bu savolni boshqacha qo'ya. Rustam nega gapirmayapti? Chunki u bir tomonga gapirsa, ikkinchi tomoni yo'qoladi. Qizini yo'qotishdan qo'rqadi. Homilador ayolni yolg'iz qoldirishdan qo'rqadi. Onasining gazabidan qo'rqadi. Xotinining ko'z yoshlaridan qo'rqadi. Bu odam ko'p narsadan qo'rqyapti. Va qo'rquvdan chiqarilgan qarorlar har doim kechikadi. Har doim. Va bu kechikish oxir-oqibat uning o'ziga eng og'ir zarba bo'lib qaytadi. Chunki vaqtni cho'zgan erkak ikkala tomonning ham nafratini oladi. Bu serial bizga buni bir necha marta ko'rsatgan. Va Rustam ham bundan mustasno bo'lmaydi. Endi nazokatga kelamiz. Va bu yerda men sizdan bir narsa so'rayman. Siz nazokatni yaxshi ko'rasizmi? Ko'pchilik ha deydi. Chunki u doim oqilona, doim o'lchovli, doim adolatli ko'rinadi. Lekin aynan shu qismda men unda birinchi marta bir narsa ko'rdim. Ko'rganim meni o'ylantirib qo'ydi. Uy va mashinani sobiq xotinga rasmiylashtirib berishi. Tashqaridan qaraganda bu ulug'vor harakat. Adolat, kattachilik. Ammo bu ishni u hissiyot bilan emas, aql bilan qildi. Buni men qanday bildim? Hujjatlarning puxtaligi, hamma narsaning qonuniy yo'l bilan bajarilgani va ustiga ustak aytilgan o'sha bir jumla, o'sha hali yana bir muammo bor degan mazmundagi ishora. Bu bir hadya emas edi. Bu kelajak uchun tayyorlangan zamin edi. U qarzini uzgandek ko'rindi, ammo aslida yangi bir bog'liqlik, yangi bir majburiyat tugdirdi. Endi uy olgan ayol o'zini erkin sezadi, lekin bu erkinlikning ortida yana bir rishta, yana bir xavf yashirin. Va bu xavfni hali hech kim ko'rmayapti. Lekin biz ko'rdik. Chunki biz bu serialni yurakdan kuzatamiz, faqat ko'z bilan emas. Manzura. Manzura. Bu qismda uning quvonchi ekranda porlab turdi. Nihoyat o'zimniki degan narsa qo'lga kirgandek bo'ldi.
Lekin shu quvonchni ko'rib men ichimda bir achchiqlik his qildim. Chunki bu g'alaba halol mehnat bilan emas, ayyorlik bilan, kimnidir kuzatib, ma'lumot berib, foyda ko'rib kelindi. Va bunday g'alaba ichishdan yuvinmaydi. Uning onasining birdan yumshoqlashib qolishi esa bu hikoyaning eng xarakterli detali bo'ldi. Kecha ishonmagan, kecha bo'lmaydi degan odam bugun uyning kengligini ko'rib, boylikning hidini his qilib, naznini o'zgartira boshladi. Demak, bu oilada haqiqat qadrlanmaydi, manfaat qadrlanadi. Va manfaat kirgan joyda sadoqat arzonlashadi. Bugun yana bir tomonning gapiga kirib ketishi uchun biror katta vaziyat kelishi kifoya. Va bu xavf hali o'z so'zini aytmagan, lekin vaqti kelar, albatta aytadi. Bu qismning eng og'ir, eng qutlugi bo'lgan chizigiga esa endi kelamiz. Homila. Zulfiyaning ichishdan aytgan o'sha gapi, qanday bo'lmasin, bu boladan voz kechmayman. Bu gap bu qismning yuragi edi. Hammasi qulab turgan paytda, uy masalasi hal bo'lmagan paytda, kelajak noaniq paytda, u bolani muammo deb emas, jon deb qabul qildi. Bu juda katta narsa. Juda katta. Chunki atrofdagi odamlarning hammasi o'shanda uy haqida, pul haqida, meros haqida o'ylayotgan edi. U esa hali dunyoga kelmagan farzandining hayoti uchun kurashayotgan edi. Shu nuqtada Zulfiya boshqa hamma kishidan yuqoriga ko'tarildi. Va bu homila endi oddiy hikoya elementi emas. U adolat bilan zulm orasidagi eng muhim sinf bo'lib qoldi. Kim bu bolani qabul qiladi, kim undan qochadi, kim uni sabab sifatida ishlatib kimnidir ezishga urinadi. Kelajak aynan shu yerda hal bo'ladi. Kuzatib boring. Moliyaviy inqiroz haqida gapiradigan bo'lsak, bu qismning yashirin harakatlagichi aynan shu edi. Uy sotilishi haqidagi gaplar, ishlarning orqaga ketishi, maosh berish ham qiyinlashayotgani. Bularni eshitib odamlar biznes muammosi deydi. Lekin bu shunchaki biznes muammosi emas. Bu oiladagi barcha munosabatlarni pul qayta taqsimlayotganining belgisi. Kecha boylik bilan tik turganlar bugun qo'rquv bilan gapiryapti. Va pul kamaygan sayin hurmat ham kamayadi. Er-xotin suhbatida buni ko'rdik. Ayol o'zini ish bilan tiklamoqchi, erkak avval mashvara qiladi, keyin esa uyning o'zini qurbon qilishga majbur bo'ladi. Demak, bu oilada moddiy ahvol o'zgarganda munosabatlar ham o'zgaradi. Va bu o'zgarish doim faqat yaxshi tomonga emas, ko'pincha eski yaralarni qayta ochish bilan keladi. Bugun uy sotilsa, ertaga nega sotdik, bu kim qildi, kim kamroq hissa qo'shdi degan eski, azaliy janjallari yana boshlanadi. Nozima va qaynonasi. Bu munosabat bu qismda yangi bir bosqichga o'tdi. Va bu bosqich ko'pchilik e'tibor bermagan, ammo men ko'rdim. Nozima homiladorlikni tayanchga aylantirib, sekinasta uy ichidagi qulaylikni o'z tomoniga tortmoqda. Kichik narsalar, qulupnay, ehtiyojlar, e'tiborlar. Bu mayda ko'rinadi. Lekin aynan mayda narsalar orqali uy ichidagi kuch markazi qayta joylashadi. Kelin, endi hamma mening ko'nglimga qarab yashaydi, degan kayfiyatga kirib oldi. Va qaynonaning ichi kuymoqda. Nafaqat qulupnay uchun. Oglining e'tibori qay tomonga burilyaptiganini ko'rib turibdi. Va bu ko'rishdan keladigan og'riq chuqur. Bu ziddiyat hozircha kichik gashliklar, kichik gaplashuv ko'rinishida. Lekin ichi kuyayotgan odam bir kun chidamaydi. Va o'sha lahza kelganda hatto homiladorlik ham to'siq bo'la olmaydi. Zarina. Bu qismda meni eng ko'p quvontirgan, ammo eng ko'p o'ylatgan chiziq ham shu bo'ldi. Uning yuqori natija olishi. Hamma bir-birini mulk orqali, qarindoshlik orqali, hiyla orqali yutmoqchi bo'layotgan dunyoda Zarina bilim bilan yo'l ochdi. Onasining ko'zidagi o'sha otish, ishonchsizlikdan sevinchga aylangan o'sha nigoh va qizning endi siz qiynalmaysiz degan ichki va'dasi. Bu qorong'u voqealar orasida porlagan bitta toza nur bo'ldi. Ammo seriallar bizga o'rgatib kelgan eng yorug' nurlar ham sinopsiz qolmaydi. Zarina endi faqat o'z qizi emas, u ko'pchilikning umidi va ayni vaqtda ba'zilarning qulay imkoniyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Kimdir uning orzusini to'xtatib, uni oilaviy muammolarga bog'lab qo'ymoqchi bo'ladi. Chunki ba'zan eng begubor orzularni ham oila degan tushunchaning o'zi bo'g'ib qo'yadi. Zarina uchun men ichimda duo qildim. Siz ham qildingizmi? Loyiha masalasi esa hamma narsani yangi xavfli bosqichga olib chiqdi. Kimdir kimningdir g'oyasini o'girlagandek. Bu oddiy biznes nizosi emas, bu yerda obro', pul va hokimiyat bir tuguncha bo'lyapti. Qurilish boshlangan, reklama ketgan, endi orqaga qaytish qiyin. Va eng dahshatlisi shundaki, kimdir raqibning yo'qligidan foydalanib, uning mehnatini o'ziniki qilib ko'rsatayotganga o'xshaydi. Bu insoniy hislatlarning eng past, eng chirkin ko'rinishi. Bir odamning mehnatini, uning kechalari uxlamay ishlaganini, qalbini qo'yib yaratganini o'ziniki qilib olish.
Va kelajakda bu faqat yuzma-yuz janjal bilan tugamaydi. Bu katta foshlanishlarga, hamkorlik niqobi ostidagi xiyonatlarning ochilishiga olib boradi. Agar bu moliyaviy inqiroz bilan tutashsa, oilaviy mojarolar birdan biznes jangiga aylanishi bir lahzalik ish. Va endi siz bilan ochiq gapirmoqchiman, kanalimning eng sodiq tomoshabinlari bilan. Oldinda nima bo'ladi? Mening eng kuchli taxminim shuki, nazokatning bergan uyi xotirjamlik olib kelmaydi. U yangi urushning boshlanishiga sabab bo'ladi. Hujjatlar qonuniy bo'lsa ham, qalblar bu adolatni qabul qilmaydi. Sobir bu voqeani bilib olganda o'zini aldangandek his qiladi va uning g'azabi faqat sobiq xotiniga qaratilmaydi, nazokatga ham qaratiladi. U ochiq hujum qiladimi yoki yashirin zarba beradimi? Bu hali noma'lum, lekin u buni yutib ketadigan odamga o'xshamaydi. Va o'sha hali yana bir muammo bor degan ishora bekorga aytilmagan. Bu muammo yoki hujjatdagi yashirin shart bilan, yoki hali ko'rinmagan uchinchi bir tomon bilan bog'liq. Rustam masalasida keskin burilish yaqin. Uzoq vaqt ikki tomonga birday yoqishga urinib yurgan odam oxir-oqibat ikki tomonni ham yo'qotadi. Homila kattalashyapti. Ayollar sabri tugayapti. Undan aniq pozitsiya, aniq so'z, aniq harakat talab qilinayapti. Agar u yana jim qolsa, Zulfiyani butunlay yo'qotadi. Agar Zulfiya tomonini olsa, qizining g'azabini uyg'otadi. Bu erkak sindiradigan tanlov oldida turibdi. Va bu tanlov qanchalik kechiksa, oqibati shunchalik og'ir va shunchalik qaytmas bo'ladi. Nozima va qaynonasi munosabati tez orada portlaydi. Men agar demayapman, tez orada deyapman. Chunki hozir ko'rinadigan shu shirin muvozanat, bu haddan oshgan erkalik, bu endi hammasini men hal qilaman, kayfiyati qaynonaning ichidagi zaharni kuchaytiradi. Va zahar tolaversa, bir kun tokilib tashlanadi. Homiladorlik bilan bog'liq kutilmagan sog'liq muammosi ham shu taranglikni yanada kuchaytirishi mumkin. Va o'sha lahzada kim haqiqiy mehribonligi bilan yonida turadi, kim faqat vaziyat taqozosida yaqin ko'rinadi, buni barchamiz ko'ramiz. Men shu qismni ko'rib o'yladim, bu serial nima haqida? Ko'pchilik oilaviy muammolar haqida deydi. Ba'zilar sevgi va xiyonat haqida deydi. Ammo men boshqacha o'ylayapman. Bu serial inson tabiatidagi eng murakkab, eng nozik narsalar haqida. U qo'rquv haqida. U men yo'q qilib qo'yilmasam degan qo'rquv. U meni hech kim ko'rmasa degan qo'rquv. U mehnat qilsam ham tan olinmasam degan qo'rquv. Va aynan shu qo'rquvlar odamlarni eng ko'p xato qildiradigan, eng ko'p aldaydigan, eng ko'p sukut saqlaydigan va eng ko'p vaqt yo'qotadigan narsalarga aylanadi. Va biz ekran oldida o'tirib bu odamlarni ko'rib, go'yo o'zimizni ko'rib qo'ygandek his qilamiz. Bu serialning eng katta kuchi ham aynan shu. Bu qismda hech kim to'liq yutgani yo'q. Uy olgan ayol xotirjam emas. Uydan ketgan ham butunlay yutqazmagan. Jim turgan ham xavfsiz emas. Mehr ko'rsatgan ham begunoh emas. Hamma o'zicha bir qadam tashladi, lekin har bir qadam ostida yangi jar bor. Yangi xavf bor. Yangi sir bor. Va endi faqat bitta savol qoldi. Birinchi bo'lib kimning siri ochiladi? Va o'sha sir ochilganda kimning hayoti qaytmas darajada o'zgaradi? Chunki bu hikoyada kechirim so'rash har doim kech keladi, haqiqat esa har doim eng noqulay paytda, hech kim kutmagan paytda eshikni buzib kiradi. Men esa siz bilan bu safar ham shu qismni yurakdan his qildim. Siz qaysi personaj sizga eng yaqin ko'rindi? Zulfiyami? Nazokatmi? Yoki Zarinadek toza orzular bilan oldinga intilayotgan birovmi? Quyidagi izohda menga yozing. Chunki siz aytgan gaplar men uchun juda qimmatli, ular keyingi tahlillarimga ilhom beradi. Va agar bu video sizga nimadir bergan bo'lsa, bir daqiqa vaqtingizni ajratib kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Har bir yangi qism chiqqanida birinchilar qatorida bu chuqur tahlillarni ko'rish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Siz bu kanalga kelgan har safar men sizga shunchaki voqealarni aytib bermayman. Men sizga ko'rinmagan narsalarni ko'rsataman. Keyingi qismda yana shu joyda, shu chuqurlikda, shu samimiyat bilan ko'rishguncha o'zingizni asrang. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan qism oddiy dramatik epizod emas. Bu ich-ichidan yorilayotgan haqiqatlarning, jimlik ortiga yashiringan faryodlarning va eng muhimi, odamlarning asl yuzlari ochila boshlagan bir burilish nuqtasidir. Bu safar og'riq faqat ko'z yosh bilan kelmadi. Bu safar u bilan birga haqiqat ham keldi va bu haqiqat har bir niqobni birma-bir yirtib tashladi. Eng qo'rqinchlisi esa shundaki, bu qismda baland ovozda aytilgan gaplardan ko'ra, aytilmay qolgan sukutlar ko'proq narsani ochib berdi. Kimdir o'zini mehribon qilib ko'rsatdi, kimdir sabrli rolini o'ynadi,
yana kimdir bechoralik ortiga yashirindi. Lekin har bir nigoh ortida alohida hisob, alohida alam va alohida qo'rquv yashirin edi. Endi birinchi sahnadan boshlaylik. Motam ichiga cho'kkan uy bu shunchaki bir insonning yo'qligi emas, bu butun bir muvozanatning buzilishi edi. Bu uyda endi faqat sukunat emas, balki og'ir bosim seziladi. Zulfiyaning dardi aynan shu yerda chuqurlashadi. U bu hovlida o'zini begonadek his qiladi, go'yoki u bu yerga tegishli emasdek. Eng achinarlisi, u bu uyda mehmon ham emas, lekin bekasi ham emas. Bu ikki o'rtadagi mavqe insonni ichidan yemiradi. Uning ichida yillar davomida yigilib kelgan iztirob, tan olinmaslik hissi va e'tiborsizlik shu qismda yuzaga chiqdi. Uning chiqib ketish istagi oddiy xafa bo'lish emas, bu allaqachon uzilib bo'lgan rishtalarning tan olinishi edi. Shu o'rinda Rustamning sukuti alohida e'tiborga loyiq. U tashqaridan qaraganda muvozanatni saqlamoqchi bo'layotgandek tuyuladi. U hech kimni xafa qilmaslik uchun jim turgandek ko'rinadi. Lekin aslida aynan shu jimligi bilan u eng katta xatoni qilyapti. Chunki ba'zan sukut ham xiyonatga teng bo'ladi. U bir tomondan qizini yo'qotishdan qo'rqadi, ikkinchi tomondan esa homilador ayolni yolg'iz tashlab qo'yishning og'irligini his qiladi. Lekin u qaror qabul qilish o'rniga vaqtni cho'zmoqda. Va biz bilamizki, vaqtni cho'zgan odam oxir-oqibat hammani yo'qotadi. Motam ichida yana bir nozik, lekin juda muhim voqea yuz berdi. Nazokatning uy va mashinani sobiq xotinga rasmiylashtirib berishi tashqaridan qaraganda adolatdek ko'rinadi. Ammo bu yerda faqat yaxshilikni ko'rish juda sodda bo'ladi. Nazokat bu ishni his bilan emas, aniq hisob bilan qildi. Hujjatlarning puxta tayyorlangani, har bir detalning oylab chiqilgani shuni ko'rsatadiki, bu oddiy hadya emas. Bu kelajakdagi o'yin uchun tayyorlangan yurish. U qarzini uzgandek ko'rindi, lekin aslida yangi bog'liqlik yaratdi. Endi uyga ega bo'lgan ayol o'zini erkin his qiladi, ammo bu erkinlik ortida yangi xavf yashirin. Manzuraning quvonchi ham juda murakkab edi. U nihoyat o'ziga tegishli narsaga ega bo'ldi, lekin bu halol yo'l bilan kelmadi. Bu galaba ichida biroz ayyorlik, biroz hisob va biroz boshqalardan foydalanish bor edi. Onasining birdan o'zgarib qolishi esa juda realistik detal bo'ldi. Kecha ishonmagan odam bugun boylikni ko'rib fikrini o'zgartiryapti. Bu esa shuni ko'rsatadi, bu oilada haqiqatdan ko'ra manfaat ustun turadi. Va manfaat bor joyda sadoqat har doim zaif bo'ladi. Bu qismning eng og'ir nuqtalaridan biri homila ustidan ketayotgan ichki kurashdir. Zulfiyaning qarori juda aniq, u bu boladan voz kechmaydi. Hammasi qulab turgan paytda ham u bu bolani muammo emas, hayot deb qabul qiladi. Bu uning eng katta kuchi. Bu yerda u boshqalardan ustun turadi. Chunki atrofidagi odamlar mol-mulk, obro' va manfaat haqida o'ylayotgan paytda, u hali tugilmagan farzandi uchun kurashyapti. Endi bu homila oddiy bola emas, bu adolat va zulm o'rtasidagi sinovga aylanadi. Moliyaviy inqiroz esa bu qismning yashirin kuchi bo'ldi. Uy sotish haqidagi gaplar, ishlarning orqaga ketayotgani, bular oddiy muammo emas. Bu oiladagi munosabatlar pul orqali qayta shakllanayotganini ko'rsatadi. Kecha boylik bilan yashagan odamlar bugun qo'rquv bilan yashayapti. Hurmat ham asta-sekin kamayib boryapti. Bugun uy sotish haqida gap ketdi, ertaga esa kim qancha hissa qo'shgan degan eski hisoblar ochiladi. Nozima bilan qaynonasi o'rtasidagi ziddiyat esa boshqa darajadagi kurashni ko'rsatdi. Bu oddiy kelin-qaynota muammosi emas, bu uy ichidagi hukmronlik uchun kurash. Nozima homiladorlik orqali o'z mavqeini mustahkamlamoqda. U asta-sekin nazoratni qo'lga olyapti. Qaynonasi esa bu o'zgarishni sezmoqda, lekin ochiq qarshi chiqolmayapti. Bu esa ichki ziddiyatni yanada kuchaytiradi. Kichik detallar, masalan oddiy istaklar ham bu yerda katta ma'noga ega bo'lib qoldi. Shu qorong'u voqealar orasida Zarina chizigi mutlaqo boshqacha nur olib keldi. Uning muvaffaqiyati bu qismdagi eng toza va halol voqea bo'ldi. U boshqalardan farqli ravishda bilim bilan yo'l ochdi. Bu juda muhim signal. Chunki bu hikoyada hamma narsa ayyorlik va hisob ustiga qurilgan paytda, u halollikni tanladi. Lekin bunday toza yo'l har doim sinovsiz bo'lmaydi. Endi Zarina ham boshqalar uchun vositaga aylanishi mumkin. Siz hozir ushbu videoni ko'rayotgan ekansiz, demak bu serial sizni ham tark eta olmadigan qilib qo'ygan. Va men bugun siz bilan shunchalik chuqur gaplashmoqchiman, shunchalik ichki qatlamlarga kirib borishni istamayman. Shundayki bu videodan keyin siz bu serialni avvalgidek ko'ra olmaysiz. Chunki bu qismda ko'zga ko'ringan voqealar bilan birga, ko'zga ko'rinmagan, ammo hammadan og'irroq bo'lgan narsa ham sodir bo'ldi. Va aynan shu ko'rinmas narsani sizga ko'rsatish uchun men bu yerda turibman.
Xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun biz birga shu dahshatli, go'zal va og'ziga tortuvchi qismning eng chuqur sirlarini ochib tashlaymiz. Endi aytingchi, siz bu qismni ko'rayotganingizda qaysi lahzada yuragingiz bir oz siqilib ketdi? Qaysi gapda ko'zingizdan yosh chiqay dedi? Qaysi sahna ko'z oldingizda hali ham aylanib yuribdi? Men bilaman, chunki men ham xuddi shunday his qildim. Va bu shunchaki yaxshi aktyor ijrosi emas, bu ssenariyning, bu qismni yozgan odamning dahosidan kelayotgan his. Chunki bu qismda har bir so'z, har bir sukunat, har bir nigoh, barchasi hisoblangan, barchasi bitta katta portlashga olib borayotgan pogonalardan biri. Keling, eng boshidan boshlaylik. Motam ichi. Bir odamni yo'qotgan uy. Ammo bu qismda biz faqat bir insonning ketganini ko'rmadik. Biz butun bir muvozanatning qulashini ko'rdik. Va bu ikki narsa orasidagi farqni tushunish uchun bir lahza to'xtab o'ylash kerak. Har bir oilada shunday bir odam bo'ladi, kimki ketganda hamma narsa o'zgarib ketadi. U orada turgan nafaqat bir shaxs, balki u ko'rinmas iplar bilan hammani bir joyda ushlab turgan markaz. Va u markaz yo'qolgan zahoti iplar bir-biridan uzilib, hamma o'z tomoni bilan qolib ketadi. Aynan shu bo'ldi bu qismda. Aynan shu. Zulfiyaning dardi esa bu yerda boshqacha edi. Boshqacha bo'lganligi uchun ham hammadan og'ir edi. U yiglagani uchun azob chekmadi. U uy ichida o'zini yolg'iz his qilgani uchun azob chekdi. Yillar davomida to'plangan bir og'riq bor. U og'riqni so'z bilan aytib bo'lmaydi, lekin tana his qiladi. Hovlida o'tirganingda hamma atrofingda, lekin sen begonasan. Dasturxon yonida o'tirgansang, lekin seni ko'radigan ko'z yo'q. Bu holat qanday nomlanadi? Bu holat tilimizda yolg'iz odamning olqishi deb ataladi. Bor bo'lib yo'q, tirik bo'lib olik. Zulfiya aynan shu holda yashab keldi va bu qismda nihoyat ichidagi o'sha ovoz aytdi. Bas, endi yetadi. Uning chiqib ketishni xohlashi shunchaki xafa bo'lib aytilgan gap emas edi. Bu yillar davomida yutinib kelgan odamning ichdagi rishtalarining uzilishi edi.